Devam hürmetlik vatandaş. Endiki mavzumunda bugün Çizlaq 2021 yıl 9. ayının 3. günü haftaga cuma. Endiki mavzumunda Avrupa İttifaqı Parlamenti Tashqi ishlar komiteti tunji qatam Avrupa İttifaqı bilan Tayvan munosabatlari va Avrupa İttifaqıning Tayvanda vakolatxona qurishi to'g'risida taklif berganligi haqida doklad e'lon ma'qulladi. Mavzuli xabar 9. ayning 1. kuni Erkin Osiyo Xitoy tili programmasida e'lon qilindi. Xabar bunday boshlangan. Avrupa İttifaqı Tashqi ishlar komiteti 9. ayning 1. kuni ko'pchilik qaror qilib Avrupa İttifaqı bilan Tayvanning siyosiy munosabati hamkorligi to'g'risida doklad ma'qulladi. Bu loyiha keyin Avrupa İttifaqı parlamentining umumiy yig'inining qaror qilishiga yo'llandi. Bu tunji parcha Avrupa İttifaqı bilan Tayvanning siyosiy munosabati va hamkorligi to'g'risida izlangan doklad bo'lib, dokladda Avrupa İttifaqıning Tayvandagi savdo tijorat vakolatxonasining nomini Avrupa İttifaqıning Tayvanda turishliq vakolatxonasi deb o'zgartirish to'g'risida taklif berildi. Avrupa İttifaqı Tashqi ishlar komiteti Avrupa İttifaqıga mundaq taklif berdi. Birinchi, Tayvanda turishliq Avrupa İttifaqı organining ismini Avrupa İttifaqıning Tayvanda turishliq vakolatxonasi deb o'zgartirish. Ikkinchi, Avrupa İttifaqıning qaror loyihasi Jungoning savdo tijorat siyosatini tanqid qilib, Tayvan bilan mablag' solish suhbati elib berishni tez boshlash to'g'risida murojaat qilindi. Aslida Jungo bilan Avrupa İttifaqı o'rtasidagi mablag' kelishimi, mablag' solish kelishimi amaldan qoldi. So'zlab bo'ldik sizlarga leksiyada vaqtida. Endi bugun qarang, bu kelishim, ya'ni mablag' solish kelishimini Avrupa İttifaqı bilan Tayvan o'rtasida o'tkazadigan bo'ldi. Nim deymiz bunun yana bir qatim ala shahrini deymiz vatandaşı. Üçüncü, Jungoning Avrupa İttifaqini yeniga tortishi sovuq muomalaga uchradi. Tayvan tunji qatam Avrupa İttifaqı mablag' solish munbiri tashkillaydi. Avrupa İttifaqı bilan Tayvan munosabati qonun loyihasi men hozir ovoz berishning natijasini e'lon qilaman deydi Avrupa İttifaqı Tashqi ishlar komiteti raisi David McAllister. 9. ayning 1. kuni qilgan so'zida 9. ayning 1. kuni Avrupa İttifaqı bilan Tayvanning siyosiy munosabatlari ve hamkorligi to'g'risidagi doklad loyihasining e'lon qilingan kunidir. Prinsip asosida ma'qullandi. Doklad qilguvchi Shvetsiya parlamenti a'zosi Charlie Weimers mundaq ko'rsatdi. Avrupa İttifaqı parlamenti shundoq bir qattiq signal tarqatdiki, Avrupa İttifaqı muhim hamkorlashuvchi Tayvan bilan bo'lgan munosabatni texim yuqori ko'tarishni xohlaydi. Bu doklad tunji qatim Avrupa İttifaqı bilan Tayvanning siyosiy va hamkorlik munosabatlariga izlangan. Dokladdir. Weimers doklad loyihasida ta'kidlab mundaq ko'rsatdi. Avrupa İttifaqı bilan Tayvanning aqliy aqidasi o'xshash. Lekin Jungo Tayvanning hozirgi holati va Osiyo Tinch okeani rayonining tinchligi, muqimligiga og'ir tahdid paydo qildi. Shunga Avrupa İttifaqıning harakat qo'llanishiga taklif bermas. Demak, dokladda Tayvan bo'g'oziga tahdid soldi Jungo. Shunga Avrupa İttifaqıning harakat qo'llanishiga taklif bermas. Ve İsmer mundaq ko'rsatdi. Avrupa İttifaqı parlamentida Avrupa İttifaqı bilan Tayvanning munosabatlari to'g'risida doklad barliq siyosiy gruppalarning va parlament a'zolarining qo'llashiga erishganligidan intayin mamnun bo'ldi. Leksiyalarimizdan davomini anglaysiz vatandaşlar.